Anime, Anibro.uz sayti uchun o'zbek tiliga o'girildi. Qani do'stlar, bu tog'ni kesib o'tganimizdan keyingi bekat Qilichlar shahri Brestga va nihoyat siz ham Qilichlar shahriga ketyapsizmi? Bu qilich tutgan har bir kishi uchun orzular shahri. Ha, to'g'ri aytasiz. Aytgancha, men qo'sh qilichbozman. Ha, men barvarman. Muammo nimada? Ikkalamiz ham ilg'or sinflarmiz. Keling birga ishlaylik. Men seniki kabi bema'ni liboslar kiyinadigan odamlarning yonida bo'lishni yomon ko'raman. Hoy, nima uchun shov-shuv qilyapsan? Qo'sh qilichbozda hamma narsa tezlik bilan bog'liq, shuning uchun yengil kiyinish muhimdir. Xo'sh, ikkalangiz ham juda ajoyibsiz. Hatto ilg'or sinflar orasida ham sizlarniki ayniqsa yuqori. Ha, bu to'g'ri. Agar qarshi bo'lmasangiz, bu kuchni ishga sola olasizlarmi? Bu ork to'dasi. Va ana u kattasiga qara. Bu qirol ork. Bu narsalarni ovlash uchun butun bir guruh kelish kerak. Janob qilichboz, iltimos bizga yordam berishingiz kerak. Hazlashyapsanmi? Bu yerda o'zimni tirik ketishim so'roq ostida axir. Qani, yo'limdan qoch, men ketaman. Men ham boshqalar uchun hayotimni xavf ostiga qo'yishdan bosh tortaman. Biz ham bu yerdan ketamiz. Janob, siz xavf ostidasiz. O'sha bola shu qadar tezki, xuddi g'oyib bo'layotgandek. Ko'rinmas yugurish mahorati, bu ajoyib. Ammo seni o'rab olishganda bundan foydalanish qiyin. U bundan keyin nimani rejalashtiryapti? Oye, u raqsga tushayotganga o'xshaydi. Hoy, ko'zlarim to'g'ri ko'ryaptimi? Bunga hech qanday shubha yo'q. Bu faqat yuqori sinf qilish malikasi qo'llashi mumkin bo'lgan harakat mahorati, qilich raqsi. Ammo qilich malika faqat ayollar erisha oladigan sinf. U qanday foydalanyapti? Qo'yilmakum. Bunga ishongim kelmayapti. U bu orklarni hammasini o'zi yiqitdi. Muammo hal qilindi. Brestga yo'lni davom ettirishingiz mumkin. Men u yerda mashg'ulot o'tkazib, kuchliroq bo'lmoqchiman. Menimcha, siz allaqachon yetarlicha kuchlisiz. Hoy. Janob, siz juda ajoyib edingiz. Qaysi sinfdasiz? Menda sinf yo'q. Nima? Reincarnation 新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は抜き捨ててリインカーネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカーネーションを勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐに行こう決めた未来へTelegramdagi Anibro kanalga obuna bo'lishni unutmang. Nima? Bilasanmi, sen hozirgina juft qilish zarbasidan foydalanganga o'xshading. Ha, foydalandim. Men tush ko'rayotgan bo'lsam kerak. Nima uchun buni tush ko'ryapman?
Ariyelimning sinfsizligini yuragimda hali ham qabul qilmagan ko'rinaman. Men qanday dahshatli onaman. Oyi, bu tush emas edi. Men juft qilich zarbasidan foydalanishni o'rgandim. Bunga ko'p mashq ketdi, lekin men hammasini o'zim takrorlay olyapman. Nima? Xo'sh, men boshqa ko'nikmalarni ham o'rganmoqchiman. Menga qilich malika mahoratingizni ko'rsata olasizmi? Bularni o'rganganimdan so'ng men Brestga borib, buni qanchalik yaxshilay olishimni ko'rmoqchiman. Oyi. Azizim, asti, eshitdingizmi? Ariel chindan ham daho. Hoy, oyi, menga bu qobiliyatni ko'rsata olasizmi? Janob. Hoy, janob. Biz Brestga yetib keldik. Bu yerda qilichbozlar ko'p. Ha, va boshqa ilg'or sinflar ham bor. Sizga o'xshaganmi? Men shunchaki haydovchiman. Oddiy haydovchi qilichbozlik mahoratini joyida aniqlay olmaydi. Hoy, men qo'lga tushdim. Haqiqat shundaki, men ilg'or muqaddas ritsar sinfidanman. Unda nega haydovchilik qilyapsiz? Har kuni jang qilish har qanday jangchini ham charchatadi. Ba'zida o'zimni tetiklashtirish uchun haydovchi bo'lib sayohat qilaman. Tushunarli. Men avval bunday hayotni o'ylamaganman. Agar bu katta shaharga birinchi kelishingiz bo'lsa, gildiyalardan biriga a'zo bo'lishdan boshlashingiz mumkin. Bu yerdagi qilichbozlarning ko'pchiligi jangovar turnirlarda qatnashadi va g'alabalar hisobiga yashaydi. Ammo gildiyani bir qismi bo'lmasangiz turnirga qo'shila olmaysiz. Meni maqsadim ham shu. Men eng kuchli jangchilarga qarshi kurashmoqchiman. Lekin ehtiyot bo'ling, u yerda yomon gildiyalar ham bo'lishi mumkin. Kavalyerlarga qo'shiling, biz ritsar sinfidan tashkil topgan oliyjanob gildiyamiz. O'zaro taraqqiyot qadrini bilgan har kimni o'zimizga qabul qilamiz. Salom, biz qilich yo'limiz. Qilichi bo'lgan har qanday odam bizga qo'shila oladi, hatto ovchilar va o'g'rilar ham. Voy, bu yigit meni ko'rmay ham chap bera oldi. Lekin bu qobiliyatli ekanligini anglatadimi? Yo'q, hech narsa. Qanday bo'lmasin, men sizni avval ko'rmaganman. Bu yerda yangimisiz? Balki gildiya qidirayotgandirsiz. Rejam shunday. Qanday muammo. Aslida meni gildiyam yangi a'zolarini jalb qilmoqda. Rostdanmi? Va shunday ekan. Dadam, bu bizning gildiyamiz uchun ro'yxatga olish shartnomasi. Iltimos qabul qiling. Istamayman. Nima? Ko'rmay turib, qanday qilib shunday deyishingiz mumkin? Hech kim yangilarni yollashga intilmaydi. A'zolari kam bo'lgan kichik gildiyadan tashqari. Nima? Yo'q, bizning gildiyamiz juda mashhur. Hech kim bilmaydigan darajadami? O'zingni zo'rdek tutyapsanmi? Unda senga maxsus imtiyoz beraman. Agar qabul qilsang, sen men bilan to'liq kunlik uchrashuvga borish sharafiga ega bo'lasan. Menda senga hech qanday qiziqish yo'q. Uni munosabati qandaydir tanish tuyulayotganini bilardim. Bu menga opamni eslatyapti. Qanday qilib, bu taxtadek tekis bo'lishiga qaramay, o'zini hurliqo deb o'ylaydi. Aytgancha, bu yerda qaysi gildiya eng kuchlisi? Rostdan ham buni mendan so'rayapsanmi? Qanday qo'pol odamsan? Bu qora shamshir bo'lishi kerak. Ularda 8 ta darajali qilichbozlar bor. Ularni joylashuvi. Demak, bu qora shamshirmi? Nima xohlaysan? Men qo'shilmoqchiman. Qo'shilish uchun avvalo testdan o'tishing kerak bo'ladi. Qabulxona u yerda. Bu qiziqarli bo'ladi. Test uchun ro'yxatdan o'tmoqchiman. Ishtirokchilardan ilg'or qilichboz yoki undan yuqori bo'lishini talab qilamiz. Shuning uchun sinfingizni ayta olasizmi? Men sinfsizman. Iltimos, meni kechiring. Demak, siz sinfsizmisiz? Unda afsuski ketishingizni so'rashim kerak. Eshitdingmi? U sinfsiz ekan. U nima qilyapti o'zi? Hech bir gildiya sinfsiz odamni qabul qilmaydi. Istisno qila olmaysizlarmi? Ishonchim komil, imtihondan o'ta olaman. Qo'rqamanki yo'q, qoidalar hamma uchun bir xil. Nursan, A darajali qilichboz. Men hech qachon bunchalik yaqindan ko'rmaganman. Ulardan bosimni his qilyapman.
Meni ketganim ma'qul, balki boshqa joyda omadim kular. Ha, Nursan. Sinovdan o'tish bunchalik muammo bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ha, to'g'ri. Brestga ketayotganing uchun men eski gildiyamdagi odamlarga berishing mumkin bo'lgan tavsiya xatini yozaman. Ishonchim komil, ular senga yordam beradi. Oyi, men buni ortiqcha deb o'ylagandim, lekin u vaziyatni oldindan bilgandir. Yaxshi, bu gildiyani topamiz. Taxmin qilaychi, hali ham qo'shilish uchun gildiya topmadingmi? Nima deysan, menga qo'shilasanmi? Qachon voz kechish kerakligini bilmaysanmi? Nima? Rostini aytsam, gildiyamiz tarqalib ketish arafasida bizda odam yetishmayapti. Bu meni muammoim emas. Bunday dema, istasang buni xayriya deb hisobla. Sendan iltimos qilaman. Yo'q, rahmat. Xo'y, nima uchun? Nima, sening yuraging muzdan ham sovuqmi? Unda yaxshi. Agar rozi bo'lsang, oyoq kiyimingni yalayman. Nima? Men hech qachon taslim bo'lmayman. Manzil shu atrofda. Hech bo'lmaganda bir ko'z yugurtir. Allaqachon bas qil, o'z vaqting kam. Bu vaqtingni boshqa odamni qidirishga sarflaganing ma'qul. Biz gildiyaga juda yaqinmiz. Qara, bu shu yerda. Bizning gildiyamiz mana shu yerda. Bu juda katta. Rostdan ham zo'r, to'g'rimi? Men senga aytdim-ku, biz mashhur gildiyamiz. Unda nima uchun? A'zolar soni juda kam. Haligi, bilasanmi? Shon-sharafdan yiqilish. Yaxshi, tan olaman. Biz avvalgi shon-shuhratimizni shunchaki soyasimiz. Bizning gildiyamiz hozir eng zaifi. Lekin ishonishing mumkin, biz oltin davrimizni tiklaymiz. Juft qilish qiroli bizda ekan, ajdaho panjasi olmaydi. Men avval ishlagan gildiyami? Bu gildiyani o'zini mahoratlaridan biri ajdaho panjasi nomi bilan atagan juft qilish qiroli boshqargan. Bu onam ishlagan gildiya. Marhamat, ker. Shu yerga o'tirishing mumkin. Nima, u yangimi? Qo'y, ota, yana ichyapsizmi? Bilasizlarmi, shifokorlar buni to'xtatishni aytgan va pul haqida o'ylang. Ovozingni o'chir. Bu juft qilish qiroli bo'lishi kerak. Ammo uni o'ng qo'li yo'q. Qo'y bola, shunchaki ket. Bu gildiya halokatga uchradi. Ota! Qo'y! Dadam o'tmishda Brestgiyani eng yaxshi ikki qilichbozlardan biri edi, ammo qo'lidan ayrilganidan beri. Buni ko'rib, bizga qo'shilishni xohlamay qolgan bo'lsang kerak, to'g'rimi? Yo'q, men qo'shilishni xohlayman. Ha, bilgandim. Nima? Qo'y, ishonching komilmi? Ha, men xohlasam ham boshqa gildiyaga qo'shila olmayman. Unda shartnomani imzolashga o'tamiz. Yaxshi, shartnoma imzolandi. Seni isming Ariel va seni sinfing sinfsiz. Qo'y, hazillashishni bas qil. Lekin bu haqiqat. Mana, meni sinfimni tasdig'i. Agar yashashni davom ettirmoqchi bo'lsang, hoziroq shartnomani bekor qil. Nimaga? Chunki gildiyaga qo'shilgan har bir kishi hech bo'lmaganda qilichboz yoki ritsar kabi sinfdagi qilichbozlik mahoratiga ega bo'lishi odatiy hol. Rostdanmi? Yo'q, sen o'zingni shunchalik kuchlidek tutdingki, men hech qachon sinfsiz bo'lasan deb o'ylamagandim. Nursan, sen qanday yordam bera olasan? Bizning gildiyamiz allaqachon buzilib ketgan. Nima bo'ldi, Liliya? Tashqaridan qichqirgan ovozingni eshitdim. Raynir! Gildiyamizga qo'shiladigan odamni va nihoyat topganimdan juda hayajonlandim, lekin u sinfsiz. Sinfsizmi? Nahotki? Bu axir sensan. Sen o'zing kimsan? Qo'y, nima eslay olmaysanmi? Biz bir qishloqdanmiz, birga mashq qilganmiz. Yo'q, men bunday deya olmayman. Qo'ysangchi, 5 yil oldinni esla. Yo'q, rostdan ham. Agar sendek go'zal bilan uchrashganimda buni unuta olmagan bo'lardim. Go'zal? Ahmoqlikni bas qil.
Lekin soch rangi seniki bilan bir xil bo'lgan, bir odam bilan bellashganman. Ammo bu Evansning o'g'li edi. Evansning faqatgina bir dona qizi bor va bu menman. Demak u qiz edi. Kechirasan, men seni u deb o'ylamagan edim. Xo'sh, sochimni uzun o'stirganim uchun o'zimni ko'rinishim o'zgargan bo'lishi mumkin. Ha, boshqa narsalar ham. Yo'q, e'tibor berma. Rayner, nahotki bu sen aytgan jangda yenga olmagan sinfsiz yigit bo'lsa? Ha, to'g'ri, bu o'sha. Ishongim kelmayapti, sen bu haqida hazillashyapsan deb o'ylagan edim. Ha, men ham bu haqida eshitmaganman. Lekin men endi unga yutqazmayman. So'nggi 5 yil ichida men ancha kuchliroq bo'ldim. Yaxshi, bu mukammal imkoniyat. Pastda mashg'ulot maydoni bor. O'tgan kunlarni eslab bahslashishga nima deysan? Bu amaliyot maydoni. Juda ham keng ekan. Rayner, sen chindan ham bu sinfsiz bilan jang qilmoqchimisan? Ha, u kuchli yigit. Men uni mag'lub etishim kerak. Unday bo'lsa yaxshi, lekin juda ham oshirib yuborma. Pozitsiyangizni egallang. Boshlandi. Juft qilish zarbasi. 5 yil oldingi mahoratmi? Garchi uni bekor qilish uchun o'zimnikidan foydalanishim mumkinligini bilsa ham. Bu nimasi? Nima uchun hujuming menga tegdi? Sen ehtiyotkorligingni tushirding, aytganimdek, men kuchliroq bo'lganman. Bu qilich odatdagidan 5 baravar og'irroq. Menga qarshi shu mahorat bilan hech qanday imkoning yo'q. Kuchli qilichbozni qo'pol kuch mahorat tufayli meni hujumlarim har qachongidan ham kuchliroq. Men seni bu ulkan kuch bilan yengaman. Ilg'or darajadagi qilichbozlik sinfi, kuchli qilichboz, yillar davomida qattiq mehnat qilganing aniq. Sen nafaqat qattiq zarba berasan, balki seni hujumlaring hali ham oddiy qilish kabi tez. Agar shunday zarba berishda davom etsang, meni yengasan. Ha, bu to'g'ri. Lekin menga aytishing to'g'rimi? Hozir men seni kuchingni sirini bilaman. Bunga qarshi emasman. Aslini olganda senga yordam bermasam, adolatdan bo'lmaydi. Ha. Ammo bu sen tezligingning chegarasi bo'lsa, menga boshqa zarba bera olmaysan. Bema'nilik. U ochiq. Tegdi. Orqamga qachon o'tding? Qilichim senga tekkaniga ishonchim komil. Sen ham ehtiyotkorligini tushirding. Bu keyingi tasvir edi. Soya mahorati. Bo'lishi mumkin emas. Bu hatto qilichbozlarda ham eng yuqori darajadagi mahorat. Qanday qilib sen buni uddalay olasan? Yaramas. Oddiy qilib aytganda, men juda tez harakat qilishni o'rgandim. Bundan ham ko'proq narsa bo'lishi kerak. Xo'sh, bunga qattiq harakat qildim. Bu menga boshqa ishlamaydi. Bu ham keyingi tasvir. Nima? Men seni urgan bo'lsam ham, sen umuman ilohiy himoyani yo'qotmading. Bu ajoyib. Kuchli qilichbozda jasorat mahorati ham bor. Seni hujumlaring menga haqiqiy zarar yetkazish uchun yetarli emas. Lekin meni hujumlarim aksincha. U holda qo'lga kiritilgan qarshi zarba, bo'g'nami ixtisoslashgan qilich malika qayta hujumi. Ishongim kelmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Ariel g'alaba qozondi. Nima uchun? Nima uchun men yana yutqazdim? Men ancha yaxshilandim, lekin... Ha, sen kuchli eding. Biroq, men sendan ham kuchliroq bo'lganman. Rayner, muqaddas suvdan ich. Rahmat. Ariel, sen Raynerni yig'latding. Nima? Men uni maqtadim axir. Yig'laganim yo'q. Men umuman yig'laganim yo'q. Men yana yutqazdim. So'nggi 5 yil davomida juda ko'p harakat qilgan edim axir. Xo'sh, oho. Ajdaho panjasiga xush kelibsan. Gildiyamizda seni qutlaymiz, Ariel. 180 gradusga o'zgardi. Nima? Men senga boshidan ishongan edim, Ariel. Bu juda qiziq. Chunki sen deyarli meni boshimni olmoqchi eding.
Haligi, bu meni keyingi tasvirim emasligi ishonching komilmi? Ha, nima bo'lsa ham, men allaqachon shartnomani imzolaganman. Ha, bu to'g'ri. Qanday bo'lmasin, nima uchun bu gildiya butunlay buzilib ketgan deb aytganingni tushuntira olasanmi? Haligi, bilasanmi, bizni qarzimiz bor. Bu qarz qancha? Rostdan ham bilishni xohlaysanmi? Pichir. Hammasi joyida. Bir haftadan so'ng gildiya uchun jang bo'ladi. Biz shunchaki g'alaba qozonishimiz kerak. Keyin kreditlarimizni to'lash uchun yetarli mablag'imiz va zaxira uchun naqd pulimiz bo'ladi. Ammo kirish uchun kamida bizga 3 kishi kerak. Shuning uchun men yangi a'zo qidirayotgan edim. Qizni bunday sharoitda qolib ketgani hayratlanarli. Raynerning holati. Bizga jang maydoniga tayyor bo'lgan jangchilar kerak. Pampersdagi bolalar emas. Yana rad etildim. Ammo keyingi safar uddalayman. Yigitchi, menga seni ruhing yoqayapti. Meni gildiyamda o'zingni kuchaytirishga nima deysan? Otam uni olib kelganidan beri u gildiyani savdo qazosiga aylandi. U o'zini qarzdor his qilyaptimi? U har doimgidek juda odobli. Xo'sh, bu holda tashvishlanishga hojat yo'q. Biz shunchaki bu musobaqada g'alaba qozonamiz. Ha, menimcha. Nima bo'ldi? Sen juda qo'rqqan ko'rinasan. Yo'q, men umuman qo'rqqanim yo'q. To'g'ri, shunchaki g'alaba qozonamiz juda oson. Lekin uchalamiz 5 kishilik guruhni mag'lub etishimiz kerak bo'ladi va bu odamlar qanchalik kuchli bo'lishini bilmaymiz. Xo'sh, bu qiziqarli eshitiladi. Men texnikamni yaxshilash uchun kuchli raqiblar bilan kurashaman. Bu yerga kelishimni butun sababi shu. Anime, Anibro.uz sayti uchun o'zbek tiliga o'girildi.続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ